Xabarovskda o'zbekistonlik vatandoshimiz vafot etdi. Vladimir Putin talabalar uchun yangi qonunni imzoladi. Muhojirlarga Kursk viloyatida yana cheklovlar qo'yildi. Shavkat Mirziyoyev va Vladimir Putin telefon orqali nimalarni gaplashishdi? FSB xodimlari Qrimdagi masjidga bostirib kirdi. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Jahongir Saidovich. Hafta yangiliklari bilan tanishib o'tamiz. Xabarovsk shahrida reyd vaqtida OMON xodimlari tomonidan O'zbekiston fuqarosiga nisbatan jismoniy kuch ishlatilgani haqida xabarlar tarqaldi. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi Rossiya Federatsiyasi tomoniga diplomatik nota yuborib, hodisani to'liq va xolis tekshirishni talab qildi. Konsullik marhumning yaqinlari bilan aloqada. Hozircha OMON harakatlariga rasmiy huquqiy baho va vafot sababining rasmiy xulosasi e'lon qilinmagan. Alisher Qodirov bu holatga munosabat bildirib, o'zbekistonliklarni Rossiyadan imkon qadar ketishga chaqirdi va xavfsizlikni birinchi o'ringa qo'yish kerakligini ta'kidladi. Vladimir Putin talabalar uchun yangi qonunni imzoladi. Rossiya Federatsiyasida elektron talaba guvohnomasi va elektron o'qish daftarchasi joriy etilmoqda. Prezident Vladimir Putin bu qonunni imzoladi. Endi talabalar qog'oz hujjat o'rniga elektron formatdan foydalaniladi. Ma'lumotlar yagona raqamli bazada saqlanadi va tekshiruvlar avtomatlashtiriladi. Bu nazorat kuchayishi, ammo ortiqcha hujjat yo'qotish va tushunmovchiliklarni kamayishi degani. 2026 yil 1-yanvardan boshlab Kursk viloyatida patent asosida ishlayotgan muhojirlar uchun yangi cheklovlar kuchga kiradi. Taqiqlangan sohalar: taksi va yo'lovchi tashish, kuryerlik xizmatlari, kafe va oshxonalar, kadrlar bilan ishlash sohasi. Ish beruvchilarga 3 oy ichida shartnomalar bekor qilinishini talabi qo'yilgan. 30-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi prezidentlari telefon orqali suhbatlashdi. Strategik sheriklik, iqtisodiy hamkorlik va xavfsizlik masalalari muhokama qilindi. Suhbat yakunlanishida tomonlar 2026-yil bilan bir-birlarini tabrikladi. 26-dekabr kuni Qrim shahridagi tarixiy Xanjami masjidiga FSB va politsiya xodimlari kirgani haqidagi xabarlar tarqaldi. Xabarlarga ko'ra, mahalliy jamoat chetlatilib, nazoratdagi imom tayinlangan. Bu holat din erkinligi masalasida jiddiy bahslarga sabab bo'lmoqda. Rossiya Federatsiyasi rasmiy idoralari hozircha bu holat bo'yicha rasmiy bayonot bermagan. O'ylaymanki, ushbu ma'lumotlar sizlar uchun foydali bo'ldi. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda qoldirishingiz mumkin yoki ushbu ko'rib turgan raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Sog' bo'linglar.